Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar. Pensiyaning ikki qismga bo'linishi. 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun nimalar o'zgarishi va oddiy odam bundan qanday xulosa chiqarishi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo yoki pensiyaga yaqinlashayotgan inson bor. Agar bu tartibni vaqtida tushunmasangiz, hujjatda xato ketishi, hisob-kitob noto'g'ri bo'lishi yoki sizga tegishli pul kechikib qolishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men masalani oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda vaqtida xabar topish juda muhim. Avvalo eng asosiy savolga javob beray. Pensiyaning ikki qismga bo'linishi deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik buni pensiya ikkiga bo'linib pul kamayadi deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Gap ko'pincha pensiya to'lovining ichki hisob-kitobi ikki asosiy yo'nalishda ko'rilishi haqida ketadi. Birinchi qism insonning mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki qonuniy asosdagi mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan qism. Ikkinchi qism esa davlat tomonidan belgilangan minimal kafolat, qo'shimcha to'lov, ustama yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oldin ko'p odamlar pensiyani bitta umumiy summa sifatida ko'rardi. Masalan, pensioner har oy 20 million 200 ming so'm olsa, u bu pul qaysi asosda shakllanganini alohida bilmas edi. Uning ichida qancha qismi stajdan, qancha qismi ish haqi hisobidan, qancha qismi qo'shimcha ustama yoki kompensatsiyadan ekanini ham tushunmasdi. Endi esa tizim shaffofroq bo'lishi uchun pensiyaning tarkibi alohida ko'rsatilishi, ayrim hollarda ikki qism sifatida tushuntirilishi yoki hisoblanishi mumkin. Bu yerda eng muhim nuqta shuki, pensioner menga pulni ikkiga bo'lib berishsa, yarmi yo'qolib qoladimi deb qo'rqmasligi kerak. Asosiy masala pulni olib qo'yish emas, balki hisob-kitobni aniq qilish, kimga qaysi asosda qancha to'lanayotganini tartibga solishdir. Lekin har qanday o'zgarishda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki hujjat yetishmasa, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari topilmasa yoki tizimda shaxsiy ma'lumotlarda xato bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Avvalgi tartibda ko'p pensionerlar pensiya tayinlanganda asosiy e'tiborni ikki narsaga qaratardi: ish staji va o'rtacha ish haqi. Ya'ni odam necha yil ishlagan, qaysi davrda qancha oylik olgan. Mehnat daftarchasida yozuvlar bormi? Shu asosda pensiya hisoblangan. Masalan, bir inson 30 yil zavodda ishlagan bo'lsa, uning staji yaxshi hisoblangan. Agar ish haqi ham yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiya miqdori ham nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin edi. Lekin amaliyotda muammo ko'p bo'lgan. Birinchi muammo, eski korxonalar yopilib ketgan. Ko'p odam 1990 yoki 2000 yillarda ishlagan korxonadan ish haqi haqida ma'lumotnoma ola olmaydi. Korxona tugatilgan, arxiv boshqa joyga topshirilgan yoki hujjatlar to'liq saqlanmagan. Natijada odam men 25 yil ishlaganman desa ham, tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, pensiya jamg'armasi faqat mavjud hujjatga tayanadi. Ikkinchi muammo, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ba'zi yozuvlarda muhr aniq emas, lavozim noto'g'ri yozilgan. Ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana tushib qolgan. Oddiy odam buni yillar davomida bilmay yuradi. Pensiya yoshiga yetganda esa shu kichik katta muammoga aylanadi. Chunki pensiya hisoblashda har bir oy, ba'zan har bir kun ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Uchinchi muammo, pensioner pensiyasi oshganda uning nima sababdan oshganini bilmasdi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshdi deyiladi. Lekin pensionerning qo'liga tushgan pul aynan 10% ga ko'paymasligi mumkin. Chunki umumiy summa ichida bazaviy qism ustama, kompensatsiya yoki boshqa to'lovlar turlicha hisoblanadi. Shuning uchun odamlar orasida nima uchun qo'shnimniki ko'proq oshdi, meniki kamroq oshdi degan savol ko'p bo'ladi. Endi asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya tarkibini aniqroq ajratish, hisob-kitobni shaffof qilish va pensionerning huquqini himoya qilishga e'tibor kuchaymoqda. Pensiyaning ikki qismga bo'linishi deganda ko'pincha odamning mehnati bilan bog'liq qism va davlat kafolati yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq qism alohida ko'rilishini tushunish kerak. Masalan, bir pensionerning hisoblangan mehnat pensiyasi 900 ming so'm chiqdi. Lekin davlat belgilagan minimal daraja bundan yuqoriroq bo'lishi mumkin.
Bunday holatda unga qo'shimcha to'lov beriladi va umumiy pensiya aytaylik 1 million 1 ming so'mga yetkaziladi. Eski qarashda odam faqat 1 million 1 ming so'mni ko'radi. Yangi tushuntirishda esa u biladi. Mening mehnat asosidagi qismim 900 ming, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash qismi 200 ming. Bu pensioner uchun muhim, chunki keyingi indeksatsiya qayta hisoblash yoki ustama masalasida qaysi qism qanday o'zgarishini tushunish osonlashadi. Yana bir misol. Ayol kishi 60 yoshdan oshgan, 22 yil rasmiy ishlagan. Keyin farzand tarbiyasi, uy ishlari yoki oilaviy sabablar bilan ishlamagan. Uning pensiyasi hisoblanganda rasmiy staj asosiy rol o'ynaydi. Agar ayrim davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, masalan, bolani parvarish qilish davri yoki ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar, bu hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, pensiya miqdori yaxshiroq chiqadi. Agar hujjat yo'q bo'lsa, inson o'z haqini to'liq olmasligi mumkin. Bu o'zgarish 6 yoshdan oshgan pensionerlar uchun nimani anglatadi? Eng avvalo ular o'z pensiya ishini tekshirtirib ko'rishi kerak. Chunki ayrim pensionerlar pensiyaga chiqib bo'lgan, lekin keyinchalik yangi hujjat topgan bo'lishi mumkin. Masalan, eski ish joyidan ma'lumotnoma topildi. Arxivdan ish haqi haqida hujjat olindi yoki mehnat daftarchasidagi xatoni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjat topildi. Bunday vaziyatda pensiyani qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqish mumkin. Birinchi navbatda 60 yoshdan oshgan va pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ularda mehnat pensiyasi qismi pastroq bo'lishi, qolgan qismi esa davlat qo'shimchasi orqali to'ldirilayotgan bo'lishi mumkin. Agar odam o'z stajini to'liq tasdiqlasa, ish haqi ma'lumotlarini topsa, uning mehnat asosidagi qismi o'shishi mumkin. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida eski uzrlar ko'p bo'lganlar. Masalan, odam bir nechta joyda ishlagan, kolxozda, zavodda, maktabda, tibbiyot muassasasida, savdo tashkilotida. Har bir ish joyining yozuvi alohida tekshiriladi. Agar bir joyda muhr yo'q, ikkinchi joyda sana xato, uchinchi joyda buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu holatda oldindan harakat qilish kerak. Uchinchi guruh ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular uchun savol tug'iladi. Men ishlayotgan bo'lsam, pensiyam qayta hisoblanadimi? Ishlagan yillarim keyin qo'shiladimi? Bu masalada amaldagi tartibga qarab murojaat qilish kerak. Lekin umumiy qo'yda shuki, rasmiy ish, rasmiy daromad va tegishli ajratmalar kelajakdagi hisob-kitobda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish beruvchidan mehnat shartnomasi, ish haqi, soliq va sug'urta ajratmalari bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri yuritilayotganini tekshirish zarur. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik yoki imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu toifadagi pensiyalar oddiy yoshga doir pensiyadan farq qilishi mumkin. Ularning hisob-kitobida oila a'zolari soni, nogironlik guruhi, boquvchining staji, qonunda belgilangan qo'shimcha kafolatlar hisobga olinadi. Shuning uchun hamma pensionerga bir xil qo'ydi deb o'ylash xato. Keling, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 33 yoshli erkak 28 yil rasmiy ishlagan, lekin uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm atrofida. U men shuncha yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb hayron. Tekshiruvda ma'lum bo'lishi mumkin. Uning 1994 yildan 2001 yilgacha ishlagan korxonasi bo'yicha ish haqi ma'lumotlari pensiya ishiga qo'shilmagan. Mehnat daftarchasida ish staji bor, lekin oylik ma'lumoti yo'q. Agar u arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa, ayniqsa o'sha davrda oyligi yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol. Oldida bir yoshli ayol 22 yil maktabda ishlagan, keyin 3 farzandni tarbiyalagan. U pensiyaga chiqqanda faqat rasmiy ish yillari hisoblangan, lekin ayrim davrlar qonuniy tartibda stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, avvalgi ish joyidan buyruqlar. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, pensiya hisobida farq bo'lishi mumkin. Bu farq ba'zan 1 ming so'm, ba'zan 1 ming so'm, ba'zan undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Har oy uchun kichik ko'ringan summa yil davomida sezilarli pulga aylanadi. 3-misol. Olim 7 yoshli pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham qo'riqlash xizmatida ishlagan. U rasmiy ishlaganini o'ylaydi, lekin aslida ish beruvchi uni to'liq rasmiylashtirmagan yoki oylikni minimal ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Natijada inson har kuni ishga boradi, mas'uliyat oladi,
Lekin hujjatda uning daromadi to'liq aks etmaydi. Bunday holatda kelajakda qayta hisoblash yoki qo'shimcha huquq masalasida muammo chiqadi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar menga naqd pul berishyapti bo'ldi deb yurmasligi kerak. Rasmiylik pensiya masalasida juda muhim. 4-misol. Bir pensionerning umumiy pensiyasi 20 million ming so'm. Qo'shnisiniki esa 20 million 600 ming so'm. Ikkalasi ham 65 yoshda. Lekin birinchisi 37 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillari norasmiy mehnat qilgan. Ikkinchisi esa 35 yil rasmiy ishlagan, ish haqi ma'lumotlari to'liq. Barcha hujjatlari joyida. Shunda farq tabiiy. Pensiya tizimida men ham ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Ishlaganlik hujjat bilan tasdiqlanishi, ish haqi rasmiy ko'rsatilishi, arxiv ma'lumotlari topilishi kerak. Agar sizning pensiya ishingiz to'liq bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari pensiya hisobiga kiritilgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringizda xato bo'lmasa, siz ortiqcha vahimaga tushmasligingiz kerak. Pensiyaning ikki qismga ajratib ko'rsatilishi sizning pulingiz avtomatik kamayadi degani emas. Aksincha, ko'p hollarda bu hisob kitobni tushunarliroq qiladi. Agar siz allaqachon pensiya olsangiz va har oy to'lov o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishingiz vahima emas, tekshiruv bo'lishi kerak. Ya'ni pensiya bo'limiga borib yoki elektron xizmatlar orqali o'z pensiya hisobingiz, stajingiz, asos bo'lgan hujjatlaringiz haqida ma'lumot oling. Menga kimdir aytdi, pensiyalar bo'linarkan, endi pul kamayarkan degan gaplarga ishonib qolmang. Har bir holat individual. Shuningdek, pensiyasi yuqori bo'lgan va hujjatlari to'liq insonlar ham o'zini himoya qilishi kerak. Chunki tizimda xato bo'lishi ehtimoli har doim bor. Masalan, ism familiyada bitta harf xato, tug'ilgan sana noto'g'ri. Pasport yangilangandan keyin ma'lumotlar mos kelmagan bank kartasi rekvizitlarida muammo bo'lgan. Bular pensiya miqdoridan ko'ra to'lovning vaqtida tushishiga ta'sir qilishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, hamma ustamalar ham bir xil tartibda o'shavermaydi. Pensiya oshirilganda asosiy pensiya qismi minimal kafolat. Kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lovlar turlicha ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun siz umumiy foizni eshitib, mening pensiyam aynan shuncha oshadi deb oldindan xulosa qilmang. Aniq miqdorni faqat rasmiy hisob-kitob ko'rsatadi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya tayinlangandan keyin topilgan hujjatlar. Ko'p odam men pensiyaga chiqib bo'ldim, endi kech deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Agar sizda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi hujjat paydo bo'lsa, uni olib borib ko'rsatish kerak. Masalan, arxiv ma'lumotnomasi, eski buyruq nusxasi, ish haqi bo'yicha ma'lumot, sud qarori, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Lekin bu hujjatlar haqiqiy, rasmiy va tekshiriladigan bo'lishi shart. Uchinchi nozik jihat, norasmiy ish yillari. Odam bozorda, qurilishda, fermer xo'jaligida yoki xizmat ko'rsatish sohasida 10 yillab ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin agar bu ish rasmiy hujjatda aks etmagan bo'lsa, pensiya hisobida uni isbotlash qiyin. Bu og'riqli masala. Lekin men ekspert sifatida ochiq aytaman. Pensiya tizimi og'zaki gapga emas, hujjatga tayanadi. Shuning uchun yoshroq tomoshabinlar ham xulosa qilishi kerak. Bugungi norasmiy oylik ertangi pensiyada yo'qolib ketishi mumkin. 4-nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya plastik kartaga tushsa, karta muddati tugagan, hisob bloklangan, bank rekviziti o'zgargan yoki pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Odam buni pensiyamni kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida texnik muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdagi ma'lumotlarni ham vaqtida yangilash kerak. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim keksa insonlar sog'ligi sababli pensiyani farzandi yoki qarindoshi o'rqa qila oladi. Bunday holatda ishonchnoma muddati rasmiylashtirish tartibi pensionerning hayotligi bo'yicha tasdiqlar juda muhim. Agar hujjat muddati tugasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Bu pul olib qo'yildi degani emas, lekin hujjat yangilanmaguncha muammo davom etadi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, rekvizitlari, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, ish haqi haqidagi arxiv hujjatlari bo'lsa, hammasini bir papkaga joylang. Hujjatlar yo'qolmasin, namlanmasin, yirtilmasin. Nusxa ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya ishingizda qaysi davrlar hisobga olinganini bilib oling.
Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar siz yozma javob olsangiz, keyin xatolik bo'lsa uni tuzatish osonroq bo'ladi. 3-qadam eski ish joylarini tekshiring. Agar mehnat daftarchangizda biror korxona nomi bor, lekin ish haqi ma'lumoti pensiya ishiga kiritilmagan bo'lsa, o'sha korxona faol bo'lsa, korxonaga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxivdan ma'lumot olish ba'zan vaqt oladi, lekin bu juda muhim. Birgina to'g'ri ma'lumotnoma pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 4-qadam, xatolarni yozma shaklda tuzating. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, siz pensiya bo'limiga bordingiz, xodim hammasi joyida dedi. Bu yaxshi, lekin agar sizda shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Qaysi davr hisobga olinmagan, qaysi hujjatni ilova qilyapsiz, nimani qayta ko'rib chiqishni so'rayapsiz. Hujjat topshirganda qabul qilinganligi haqida belgi, ro'yxat raqami yoki tasdiq oling. 5-qadam, ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy hujjatlarni talab qiling.